Hammaga assalomu alaykum. Ismim Munisa. YouTube'da yangi videolarni endi qo'yibman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Bugungi kunimizni energiyasi bilan boshlasak. 3 dona karta bilan boshlaymiz. Bugungi kunimiz energiyasini ko'rib chiqamiz. Shifoli, barakatli ochirim bo'lsin. Bugungi kunimiz energiyasi qanaqa bo'ladi ekan? Bugungi kunimizda hamma munosabatlar, отношениялар, muammolar tugab, boshqatdan boshlanishi, yaxshi kunlar boshlanishini bildiryapti. Mana отношенияларда ham hamma narsa tugab, munosabatlar, muammolar tugab, mana yaxshi yangilik xabarlar bilan boshlanish kutilyapti. Hamda bugungi kunimiz energiyasidan tashqari kartamiz maslahat ham beryapti. Juda ham hamma yukni bo'yningizga olvormang deyapti. Bugungi kunimiz shunaqangi o'tib, boshlanib va maslahatlar bilan davom etyapti. Отношения muammolardan qutulib, yangi xabarlar, yangiliklar, xush xabarlarni eshitib, kuningiz yaxshi o'tadi. Hamda hamma muammoni o'zingizga olavermang degan maslahat ham beryapti bu yerda kartamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, kunlaring xayrli, barakatli o'tishini so'rab qolaman.